Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan joriy imtihondagi question type'larni birgalikda ko'rib chiqamiz. Keling, birinchi navbatda writing qismidan boshlaymiz. Ya'ni imtihon topshirayotganingizda har doim writing qismi sizda birinchilardan bo'lib tushadi. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, writing qismini user interface berilgan, ya'ni chap tarafda tepada bizda savolning o'zi bo'ladi va uni tagida bizda instruksiya. Va o'ng tarafda ko'rishingiz mumkin, siz o'zingizni responsingizni yozishingiz mumkin bu yerga. Va bu yerda bizda vaqt ham beriladi va uni oldi ko'rsangiz bo'ladi, hide time deb yozib qo'yibdi. Bu degani siz vaqtni bemalol berkitib qo'ysangiz bo'ladi. Chunki ba'zi bir insonlarga vaqtni ko'rinib turishi xalaqit berishi mumkin. Ana endi esa jarrini quantitative reasoning, ya'ni matematika qismini ko'rib chiqamiz. Va bu pie chartda ko'rishingiz mumkin, arifmetika, geometriya, algebra va data analysis. Aynan mana shu 4 ta section bo'yicha matematika qismidan siz test topshirishingiz kerak bo'ladi. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, arifmetika va geometriyaga 33% dan berilgan, ya'ni testni ko'p qismi arifmetika va geometriya bo'yicha bo'ladi va algebra va data analysisga bo'lsa 17%, dan, ya'ni kamroq savollar mana shu bo'limlardan tushadi. Ana endi esa birinchi question type, ya'ni multiple choice select one dan boshlaymiz. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, user interface matematika qismida taxminan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi va sizga matematika qismi uchun kalkulyator ham beriladi. Va savolga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, savol beriladi va u yerda 5 ta answer optionlar bor. Ya'ni o'sha optionlardan siz bittasini, to'g'risini tanlashingiz kerak bo'ladi. Ana endi esa keyingi tipdagi savol, ya'ni bu multiple choice select one or more. Ya'ni bu yerda sizga savol beriladi va bitta va undan ko'proq javoblarni siz bemalol tanlasangiz bo'ladi. Keyingisi esa quantitative comparison. Ya'ni comparison so'zidan ma'lum, bu degani siz taqqoslaysiz va sizga bu yerda bitta savol beriladi va unga ikkita javob beriladi va ko'rishingiz mumkin quantity A, quantity B. Bu degani qaysi biri katta, ya'ni comparison so'zidan olingan bo'lib, taqqoslash degan ma'noni bildiradi va biz mana shu ikkita x va y ni biz bir-biri bilan taqqoslashimiz kerak bo'ladi. Va taqqoslaganimizda agarda x katta bo'ladigan bo'lsa, biz quantity A is greater ni tanlashimiz kerak. Agarda y katta bo'ladigan bo'lsa, biz unda quantity B is greater ni tanlashimiz kerak bo'ladi. Agarda ikkalasi teng bo'lsa, biz the two quantities are equal va so'nggi option bu the relationship cannot be determined from the information given degani, berilgan ma'lumotdan to'g'ri javobni topishni iloji yo'q bo'lsa, mana shu javobni tanlash kerak bo'ladi. Bu degani nima degani? Misol uchun bizda x plus y barobar 10 ga teng bo'lsa, misol uchun 1 bilan 9 bu ham 10 ga teng, 5 bilan 5 bu ham 10 ga teng. Misol uchun x agarda 1 bo'ladigan bo'lsa, y 9 bo'ladi va bizda o'shanda quantity b is greater bo'ladi. Agarda x bizda misol uchun 6 bo'ladigan bo'lsa, y bizda 4 bo'ladi va o'shanda bizda quantity a is greater bo'ladi. Va aynan mana shu yerda bizda misol uchun bittasida quantity a katta bo'lyapti, ikkinchisida quantity b. Ya'ni o'rtada biz bilmaymiz x bilan y ni qaysi songa tengligini. Shuning uchun biz the relationship cannot be determined from the information given optionni tanlashimiz kerak bo'ladi. Ana endi matematika qismi bo'yicha oxirgi question type bu numeric entry deyiladi. Misol uchun bundan oldingi tipdagi questionlarda biz answer choice'lardan bittasini tanlashimiz kerak edi yoki bir nechtasini. Lekin bu yerda numeric entryda siz javobni o'zingiz kiritishingiz kerak bo'ladi. Ana endi esa jarrini reading qismidagi question type'larni birgalikda ko'rib chiqamiz. Va jarri reading qismida bizda 3 ta tipdagi savollar bor, ya'ni bu reading comprehension, text completion va sentence equivalence. Va bu yerdagi pie chartda ko'rsanglar bo'ladi, ya'ni ko'plab savollar reading comprehensiondan tushadi va 25% dan text completion va sentence equivalence dan tushadi. Ana endi reading comprehensiondagi taxminiy savollar mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni sizda chap tarafda bu yerda bizda bitta passage beriladi va o'sha passagega asosan bizda savol tuziladi. Va bu yerda savol, misol uchun bu yerda har bitta savolda o'zi instruksiya beriladi. Ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni siz bitta va undan ko'proq optionlarni tanlasangiz bo'ladi. Ya'ni bundan tashqari shunaqa savollar ham bo'ladi. Ya'ni u yerda sizga answer choice'lar beradi. Ya'ni bu yerda misol uchun bitta va undan ko'proq tanlay olsangiz, u yerda faqatgina bittani tanlash kerak bo'ladi. Ana endi esa text completion degan question type'ni birgalikda ko'rib chiqamiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin, bizga bitta sentence berilganda va u yerda bitta blank qoldiriladi. Va o'sha blankka to'g'ri keladigan biz bitta so'zni answer choice'lardan bittasini tanlashimiz kerak bo'ladi. Va bizda faqatgina bitta blankli emas, text completionda balki ikkita yoki 3 tali blankli ham savollar bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Misol uchun birinchi blankka 3 ta option, uchalasidan bittasini tanlashingiz kerak va ikkinchi blankka ham 3 ta option, uchalasidan bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Va 3 tali blank ham xuddi shunaqa.
Misol uchun birinchi blankga botda o'sha o'zini blankiga to'g'ri keladigan stoldikdagi javoblarni tanlasangiz bo'ladi. Ana endi esa jarayonning reading qismidagi oxirgi question type ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu sentence equivalence. Ya'ni bu yerda bizga bitta sentence beriladi va o'rtada bitta blank, ya'ni joy qoldirilib ketadi. Va bizda answer choice'larning soni 6 ta bo'ladi faqat. Faqatgina u yerda 6 tadan 2 tasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu blankga to'g'ri keladigan, ma'no jihatdan to'g'ri keladigan 2 tasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Va bu yerda tepada ko'rishingiz mumkin, ya'ni select the two answer choices deb mana shunaqa har bitta savol uchun instruksiya berib o'tiladi. Ana endi JR'dagi eng muhim qismlardan biri, ya'ni bu section adaptivity. Ya'ni JR'ning matematika va reading qismida section adaptivity degan narsa bor. Section adaptivity nima degani? Misol uchun ko'pchiligimiz o'sha maktabda yoki universitetda ekzamen topshiramiz. Ekzamen topshirayotganimizda misol uchun 30 ta student bo'ladigan bo'lsa, 30 ta studentga ham hammasiga bir xil savollar beriladi. Ya'ni siz agarda aqlli bo'lsangiz ham xuddi shunaqa savol, agarda unchalik yaxshi o'qimagan bo'lsangiz ham xuddi bir xil savol tushadi, hamma qatori. JR'da bu narsa unaqa emas. Ya'ni JR'da sizga bilimingizga qarab savollar beriladi. Ya'ni agarda siz aqlliroq bo'lsangiz, sizga o'sha birinchi sectionga qarab, keyingi section qiyinlashib boradi. Bu degani, bundan oldingi videoda aytib o'tdim, ya'ni matematika bilan verbal qismida sizlarga 2 tadan section beriladi va birinchi sectionda sizda 12 tadan savol, ikkinchi sectionda esa 15 tadan savol bo'ladi. Va agarda birinchi sectionda siz qanchalik yaxshi topsangiz, ikkinchi section shunchalik qiyinlashib boradi. Agarda birinchi sectionda kamroq savollarga javob bersangiz, ya'ni to'g'ri topsangiz kamroq savollarga, shunda ikkinchi section sizga osonlashib boradi. Bu faqatgina reading bilan matematika qismida bo'ladi. Ya'ni writing qismida bunaqa narsa yo'q. Misol uchun topshirayotganingizda sizda matematika va reading qismidagi birinchi section har doim medium leveldagi savollar bo'ladi. Agarda siz bu yerda 5 tagacha to'g'ri topsangiz, sizda keyingi section easy bo'ladi, ya'ni oson section tushadi. Va agarda o'sha birinchi sectionda 6 tadan 8 tagacha taxminan topsangiz, o'shanda keyingi section sizda medium leveldagi savollar tushadi. Va agarda 9 tadan 12 tagacha savollarga to'g'ri javob bera olsangiz, keyingi section sizda hard section bo'ladi. Ya'ni JR imtihoni bu sizni bilimingizga qarab savollarni difficulty level'i adaptatsiya qiladi. Va agarda siz JR imtihoniga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bu testga kerak bo'ladigan barcha materiallarni Telegram kanalimizdan yuklab olsangiz bo'ladi. Va keyingi videolarda ko'rishguncha